Sen uylanma. Senga xotin kerak emas. Senga mana shu mashinang kerak. Sen mana shuna mashinalarni arzon olib kelib, ag'ini qarab, bag'ini qarab qimmatga sot. Ota kerak emas senga. Uylan qachongacha shunaqangi ho'kizdek bo'lib yurasan? Uylanish kerak. Qiynalib ketdim men. Ha nima qilay dada? Nima qilay deydi bu? Uylanasan. Hoziroq chiqasan uchrashuvga. Yaqin o'rtag'imni qizini gaplashib berganman. Borib ko'rishib, qizni qo'ynini olib, to'ydi kunini belgilaka iloji bo'lsa. Turoningni qimilla. Dada, kech bo'ldi-yu. Menga qara, go'r so'xta. Hozir uchrashuvga chiqib hamma yoqda rasvo qilib kelma, tushundingmi? San mashina olgani emas, xotin olgani ketyapsan. Qizni qo'yniga qarab, yaxshi. O'zim bilaman dada. Mana o'zim bilaman dada deb hamma yoqda ko'tingga tiqib kelasan, meni yuragim sezyapti. Hayda. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. So'raganda aybi yo'q, bu yillari necha? Yillari. 2006. Oho, 2006 deng. Hozirgina eskirib qolibsiz-da. Nima? Tushunmadim. Noto'g'ri tushunmang. Men mashina purushmanda shu vaqtgacha men faqat mashina olganman. Xotin olmaganman. Birinchisi o'zingiz. Endi so'raganda aybi yo'q. Probeglari halolmi? Mashina purish g'alatimisiz? Tushunmayapman men sizni. Tushunib olasiz. Men demoqchi bo'lganim, hayotingizda birorta yigit bilan yurganmisiz demoqchi edim. Hazillashyapsizmi? Men hech kim bilan yurmaganman. Ha, unda yaxshi. Sizdan bitta iltimosim bor-da. Mana shu yerdan chotki qilib yurib bering, iltimos. Xo'p, balansirovka yaxshi. Razvalda gapirmasa ham bo'laveradi. Eng muhimi, hadavoyida ovozi yo'q ekan. Yurish-turishingiz yaxshi. Lekin sizdan oxirgi iltimosim bor. Faqat yo'qdimi, Basho? Qanaqa iltimos? Hop, kraskalaringiz toza. Просто bitta yengil polirovka qilib yuborsa, hammasi chotki bo'lar ekan. Nima deyapsiz? Go'zallik saloniga olib boraman deyapman, yanada go'zallashasiz. Gap yo'q, tan berdim sizga. Eng oxirgi full yevro variant ekansiz. Faqat Yomon botdi, og'ir botdi. Arqamda bu taraq nima qilyapti? dada, dada, tug'ilgan qizingizni qarang. Tinchlikmi? Bu ferida mana bunday petnosi bor ekan-u. Voy to'poy, bunga o'zini tilida tushuntirmasam bo'lmaydi. Jon balam, hozirgi paytda bufer detalga kirmaydi. Muhimi, kuzov butun bo'lsa bo'ldi. Bos.